Obunachilar yaxshimisizlar? Pena chiqishiga baho beramiz. Xitoy parashogining penasi. Xitoy parashogi, Hindiston parashogi dastavka jarayonlarini chiqaryapmiz-ku, mana penasi buni. Pena blok uchun penasi deymiz, mana shunday chiqadi. O'ta quyuq, zo'r holatda bo'ladi penasi. Kechada pena bloklar bilan tanishtirib o'tamiz. Gipslarimizni tushirganmiz. Telefon qilsangiz ekranga nomer qo'yamiz. Gips uchun nomerni berib qo'yamiz. O'zimiz olayotgan joyda yaxshi sifatli gipsni yetkazib beradigan ekan nomerni beramiz. Xullas adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Mana bunday tumbaliklardan bor, teshikli deydi. Pena blokda uy qurmoqchi bo'lganlar uchun mana bu yerda latokligidan ham bor. Latoklik eshik derazani ustiga sesmaga ishlatiladi. Hozir qurilgan tayyor pena bloklarimiz bilan tanishtiramiz. Qashqadaryo Muborak tumanida 13-joyda yuklab beryapmiz. Tumba, latok hammasidan bor. Hozirgi kunda qurilgan tayyor pena bloklarimiz ham bor. Ekranga nomer qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Xitoy Hind parashoylarini, Xitoy parashogining chiqishini ko'rsatdik. Mana shuni zo'r holatda bo'ladi. Qattiq arzon pena bloklardan emas. Arzonini faqat zakazga 9-10 mingdan chiqarib beramiz. Bular 13 ming joyda yuklab berilyapti. O'ta qattiq zo'r bo'ladi. Shu qo'l kirmay tikonidan bo'ladi, qo'l kirmay tikoni. Bemalol kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Shu yerda uy qurganmiz, uyni ko'rib olib ketaverasizlar. Penani chiqishini ko'rdinglar. Pena blokchilar bemalol zakaz qilaverasizlar. Xitoy parashog, Hindiston parashog yetkazib beraveramiz. Ekranga nomer qo'yib qo'yamiz. Pena bloklarimiz bor tayyorlari. Like-ni bosib qo'yamiz.